Hammaga salom, men Grifer. Hazillashdim do'stlar. Hammaga salom, atim Kompot. Yangi videoga xush kelibsizlar. Men Kompotman, Grifer emasman. Lekin men bugun Grifer bo'lib, Griferni qishlog'iga bormoqchiman. Chunki oldingi videoni agar ko'rgan bo'lsanglar, meni masxara qiluvdi. Endi men uni qishlog'ini masxara qilib yo'q qo'raman, mashinchilik bilan yo'q qo'raman. Men uni qishlog'ini topdim, o'zini Grifer qishlog'ini topdim. Endi yo'q qo'rmoqchiman. Mana oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar, hozir ko'rsatmasligim nima bo'lgan o'sha videoda. Lekin masjidga rostdan ham shar qo'yuvdi qanaqadir. Oldingi videoda, ana nima bu? Oy Grifer. Men ishim bo'lmaydi, mana shuni bosib ko'rgan, ishim bo'lmaydi, rostdan ishim bo'lmaydi. Rostdan ishim bo'lmasa, mayli bosib ko'raychi, ko'rlik nima bo'lar ekan. Qani bosib ko'raychi. Ey, aldadingmi meni? Ey, nima bo'pti? Yo'q. Ana do'stlar, oldingi videoni ham azincha joyini ko'rsatdim sizlarga. Masjidga rostdan ham shar qo'yib, yorib, portlatib yubordi. Bizning qishlog'imizda zo'r qattalar tuzatdim. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, qishlog'imni men tuzatdim. Lekin zo'r qattalar qiynalib tuzatdim. Endi men Grifer qishlog'ini shunaqa buzib yubormoqchiman. O'tni ko'rgan bo'lsanglar, hamma yoqda chinchi bo'ladi, shuning uchun bitta bossam pabax bo'ladi. Menga mech ham olish shart emas. Shuning uchun men koordinatlarni bilaman, qattaligini. Uncha uzoqmaskan bu qishloqdan. Shuning uchun men ketdim. Uyoliga borsam bo'ldi. Mana do'stlar, men keldim o'sha yoqqa. Ana hali orqagacha bormadim, lekin o'sha yerda Grifer turibdi. Glavniy nimadir gaplashayotgan ekan. Men hozir bu qishloqdan ketaman, bu yoqqa hech kimni kirgizmaylar qishloqlar. Azinchidan keyin qaytib kelaman men. Bo'pti, men ketdim, hech kim bu yoqqa kirgizmaylar. Do'stlar, eshitdinglarmi? Hech kim bu yoqqa kirgizmaylar deyapti. O'sha ketayotgan ekan, bu yaxshi degani ketayotgan. Demak, men bitta o'zim o'sha qishloqlar bilan bo'laman. Bitta o'zim ichkarida bo'laman. Mana o'sha 5 minut o'tdi, bu kirsam bo'ladi. Voy, eskini alishtirish esimdan chiqib qopti-yu. Mayli, o'sha ketdim shunaqa. Ey, qaqqasan? Men Grifer eng zo'r o'rtog'iman, shuning uchun narsalar olishga kiryaptim. Ey, bizga Grifer hech kim kirgizmaganda, bor bo'tdan dinamit otvoraman o'z boshiga. Davay ket bo'tdan, mumkin emas bu yoqqa kirishni tanlagan. Men kirishim kerak, endi Grifer o'rtog'iman-ku. Yo'q, mumkin emas dedim. Mayli, hozir ko'rasanlar, kirgizib yuborasanlar, meni kirgizmayapti negadir. Men ham jinnim oddiy Kompot bo'lib kirib ketdim. Shuning hozir Grifer skinni kiyaman, keyin kiraman. Ana birga bir kopiyasi Grifer skinni. Kopiya emas, endi babida. Davay ketdim. Grifer ovozini qilishim kerak. Men qaytib keldim, qishloqqa endi kiraman. Tez qaytib kelibsiz. Mayli, kiravering, davay. Bo'pti, rahmat. Davay, men ketdim, rahmat. Ana men kirib ketdim o'sha. Ana do'stlar, men Grifer borib, Grifer qishlog'iga kirib keldim. Yaxshim ketdi u. Mana qaranglar, devorlarni dinamit bilan videoni oxirida bitta portlataman shularni. Bitta bo'lsam hammasi portlab ketarmikin. Anetda narsalar turibdi yana xavfsiz bo'yicha. Mana avval uyga qaranglar. Hozir hamma uylarni ko'rib chiqaman sizlar bilan birga. Sizlar like bosib qo'yinglar shuncha masshtabli videoga. Davay do'stlar, hozir like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Davay bo'tda nimalar bor ekan. Hozir hamma uylarni birma-bir ko'rib chiqaman. Mana do'stlar, mana mashitdan boshlab hammasini ko'rib chiqaman. Oddiy qishloqlar bo'tda anaqa ekan, himoya qilar ekan bu qishloqni. Bu unchalik yaxshi emas, Griferlarmi turadi deb o'yladim men har xil. Mana avval uyga hozir ko'rib chiqamiz keyin. Mametda nima ekan bo'tda uy, qani ko'rib chiqaylik, qanaqa uy ekan bu. Qopqon uyi dedi, qopqon uyimi ekan rostdan ham. Vau. Tak, suvli qopqon. Esimga tushdi. Men bu yoqqa kirganman. Men bu qopqonga kirganman. Esimda bor. Bo'tdacha porshnyali qopqon. Voy. Ko'rdinglar nimaligini? Lekin men bu yoqqa tushmaganman, lekin suvli qopqonga men tushganman. Mana qaranglar, porshnyali qopqon. Bu yoqqa tushib ketish ham oson. Bo'tda nima ekan?
Strelkali qopqon. Ay, nima bo'pti? Nima bo'pti? Tushunmayapman. Ha, tushundim. Tagidan demak strelkalar otadi. Mana strelkalar demak otadi deb. Ay. Men tushundim buni. Bu nima ekan? Kaktusli lavushka. Bu yoqqa sakramay qolish, sразу olaman bu yoqqa sakrasam. Kaktusli qopqon. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bu esa chuqurli qopqon ekan. Vuy. Men bu yoqqa ko'p marta tushib ketganman oldin. Men chuqurli qopqon yomon bu. Ichida nimadir turadi, o'sha yoqqa tushib ketadi yoki просто uzoq tepadan tushib ketsan, yomon bo'ladigan. Mana bu yerda уже qo'rqaman, men chiqib keta qolay, bu yerdan qanaqadir xavfliroq. Video tugaydi agar qasbida tushib ketsam. Davay birinchi xonani ko'rib chiqdik, endi keyingi xonalarni ko'rib chiqaman. Lavali xona. Uy, qanaqa kiraman bu. Ichida lava bo'lib yotibdi-yu, rostdan ham lava ekan bu. Qanaqa kiradi bu yoqqa? Bu ham qopqonmikan yoki? Bilmadim, bu yoqqa kirmay qolay-chiki, bu lava, bu yoqqa qanaqa kiraman bilmayman. Bu nima ekan? Grifersga narsalar, porshняlar, bu yoqqa kerak olaman. Dinamitlar chinchi, как раз men narsalar olmadim dedim. Mana narsalar chiqib kelyapti, men chinchilik kerak yo'q qoladi menga. Как раз men esimdan chiqarib qo'ydim. Pushki Grifersga, men pushkani ham olaman. Yaxshi. Yaxshanga turgan ekan atak, men esimdan chiqib qo'ydim bunaqa narsalar olishni. Davay ketdim men, bo'lmasam yana boshqa narsalar. Mana porshnyani ko'rsataman ishlashini sizlarga. Mana qaranglar, shunaqa ishlaydi. Xullas porshnylarga bilmagan bo'lsangiz sizlar ko'rsatib qo'yaman. Bundan zo'rlar porshnylar bor yana. Bu oddiysi. Xo'p, keyingi xonalarga ham kirib chiqamiz. Keyin o'zimizni grifersamizda boshlaymiz. Men reshotka bilan narsa ekan. Vuy. Nima? Juda ham xavfli. Ehtiyot bo'ling deyapti. Vuy, mom dinamitlarni qaranglar. Men tushundim. Eng kuchli dinamitlar bular. Mana Minecraft eng kuchli 3 ta dinamit. Yo'qordimikan? Hazillashdim. Yo rostdan ham yo'qoraman. Hazillashdim mayli. Davay, men unaqa psixmasman. O'sha sekin avvalaman bularni bo'ldi. Ana avvaldim, endi videoni oxirida bilan portlatib yuboraman. Nima tushunmadim. To'xtanglar. Meni qutqaringlar, iltimos, bizani qutqaringlar. Iltimos, Grifer meni yo'qormagin, iltimos. Ammo yo'q, men Grifer emasman, men oddiy igrokman. Mana просто Grifer kiyimini kiyib oldim. Vuy, momni qolayman, igroklarni hozir qiynashar ekan bu yerda. Xoslarni qutqaraman. Voy, Griferlar jinni. Shunaqa igroklarni qiynashar ekan, u bilan o'yinchilarni qiynashar ekan. Hozir mana shu qizini qo'yib chiqaman. Voy, Griferdan bunaqa kutmadim lekin. O'yinchilarni qiynashar ekan. Mana shu parkour chiqib, javay chiqib olinglar. Voy, rahmat sizga, yaxshi odam ekansiz. Bo'ldi. Vuy, yomon ekan. U Grifer. Bunchalik yomon deb o'ylamadim. Mana mana shu yerda vuy, lavalar oqar ekan mana shu o'yinchilarga. Voy. Yomon ekan u, lekin bo'ldi hozir. Men qasos olaman bulardan. Grifer o'zim qishloyim yo'qori zo'ratlab tuzatdim. Men o'yinchilarni hozir nima qilishayotgan ekan. Hozir yo'qoraman endi men mana shu qishloqni. Zajigalka olaman. Ketdi, davay. Davay. Nima qilyapsan, Grifer? Ana men o'ldim-ku, lekin hozir mana shu paydo bo'laman. Hamma yuvib ketyapti. Mazza qolman, lekin ana o'yinchilar chiqib qolgan bo'lsa bo'ldi. Yana respawnni bosaman, shatda paydo bo'lib qolaman. Mana o'sha qopqonli xona. Davay, endi vaqt keldi-ya. Sizlar ham qiziqyapsizlarmi qanaqa mana shu jinchilarga? Yajerniy bomba hozir qo'yishni boshlayapsam, yomon bo'lib ketdi ijtimoiy momentda. Ishtim qolgan. Grifer. Hozir seni o'ldiraman, nima qilsan? Yo'q, men seni o'ldiraman. Ana Grifer ham o'ldirib qo'ydi. Bo'ldi, Grifer ham yo'q endi. Hech nima yo'q. Faqat men qoldim. Davay, men Grifer ezordim skinni, lekin boshimiz nima qilar ekan, qanaqa ekan bu? Davay, yajerniy bomba bu.
Vuy, ko'rdinglarmi? Voshshe eng kuchli mana yadovita narsalar ham otaverar ekan, bunaqa yashil narsalar. Ay virus bo'lib qoldi menga. Davay bizada yana ikkita qoldim, bularni ham portlataman, keyin ketsam bo'ladi. Voshshe tuzatsa bo'lmasa kerak. Endi bu qushlarni voshshe bo'lib ketdi. Davay keyin sizni portlataman. Qotib qoldi. Voy. Birinchisi eng zo'r ekan, ikkinchisi uncha emas. Endi uchinchisini ham ko'ramiz hozir. Lava bo'lib qoldi. Voy, namuncha ko'pni qochib tashyapti. Bom. Rostlam eng kuchli 3 ta chinchilar mana bo'lar ekan. Eng kuchlisi birinchisi bo'ldi baba. Mana do'stlar. Endi men g'alati skinni olib tashlayman. Bu videoda men Grifer bo'lib, Grifer qishlog'ini yo'q qildim. Yoqqan bo'lsa like ayamanglar do'stlar, podpiska ham bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr do'stlar, like bosib obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.